Shunaqa ajoyib fotolarni birgalikda tikib ko'ramiz. Ikkinchi qism. Ishoninglar, sabr nimaligini mana shu fotolar deb tikishni boshlaganimdan beri men his qilyapman. Katta sabr, mehnat talab qiladigan videoda sizlar bilan qanaqa shakildalarda tikishni o'rganamiz. Men tikmoqchi bo'lgan fotoni shakildalari shunaqa shaklda bezatilgan edi. Shunaqa chiroyli sirdichkalari, i harflari bor edi. Siz o'zingiz juftingiz ismini bosh harfi bilan o'zingiz ismingiz bosh harfini tikishingiz mumkin. Men tikayotgan fotoning diametri taxminan 6-6,5 metr bo'lganligi uchun lentamni ham shu ko'rinishda bezatib oldim. Mendan eng ko'p talab qiladigan narsa shu lentaga shakildalarda alohida tikib chiqish bo'ldi. Orada zerikkanimda shunaqa serdichkasini ham tikib oldim. Shu yumaloq kashta tikadiganlarda narsasi juda ham foydali narsa ekan. Agar sizlar ham tikmoqchi bo'lsalaring, o'zingizga olib ishlatishingiz mumkin. Fotoning chekkasiga tikiladigan shakildalarda tayyor holati ham bor ekan, lekin u menga ozgina qimmatli qilgani uchun o'zim tikib chiqmoqchi bo'ldim. Ham bu ko'rinishdagisi ancha uzun, ham chiroyli turar ekan. Men bu videolarda 3 kun davomida tinmasdan tikib chiqdim. Qo'llarim holatidan ko'rsalaring ham bo'ladi. Davomi qiziq bo'lsa, profilimga obuna bo'lib qo'yishni eslardan chiqarmanglar. Prosmotr uchun katta rahmat.